Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda juda ham noyob bo'lgan BMW, ya'ni BMW X1 mashinasi bo'ladi. Akalar, mashinamiz 2010-yil ishlab chiqarilgan, 162 ming kilometr bosib o'tgan 2 litr atmosferniy motor. Shahar ichida 12 ta benzin rasxod qiladi, dalniga 7 ta benzin rasxod qiladi. Motori, ходовой, korobkasi, elektronikasi ideal holatda. Narxi $12,999 akalar. Bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Endi mashinani bitta ko'ramiz. Noyobligini qaranglar, juda ham chiroyli. 20 diametrli 8 diskali qo'yilgan raznoshirokий, balonlarni ham uskisini taqib qo'yishgan, juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Oldi bamper tegi spoilerli qo'yib qo'yilgan. Mana bu vzglyadni qaranglar. Mashina juda ham tiniq holatda akalar. Mashinamizni o'zi qap-qora bo'lsa ham saloni bejviy, приятный. Salondan ko'rishdan oldin bitta orqa rakursini ko'ramiz. Orqa rakursini ko'rsangiz bo'ladi, juda ham chiroyli. Takoy diodniy faralar M1, faqat M Competition yozig'i adenda yopishtirilgan, lekin juda ham yarashib turibdi. Interyerni bitta ko'ramiz sizlar bilan. Juda ham chiroyli bejviy svet, sidenalarimiz полностью koja bilan qoplangan, ya'ni bejviy svet, multifunksiyonal rul, avtomatik korobka, hop o'zida magnitofoni, parktronik, Panasonic Android smartfon qo'yib qo'yilgan, полный CarPlay hamma narsa ishlaydi, multifunksiyonal rul, cruise control, steklopodomniklar, bakoylarni boshqaradigan rejimlar. Mashinamizda xullas juda ham zo'r. Narxini eshitdinglar. Narxi $12,999. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. BMW X1 mashinasi juda ham noyob mashina.